Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan OBS studiosini qanday o'rnatib, u bilan qanday ishlatishlikni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda bizga kerak bo'ladi Google Chrome va Google Chromedan OBS Studio download. Mana birinchisi. Agar skachatni yozsangiz ham bo'ladi, rus tili, ingliz tili farqi yo'q, lekin obsprojects.com saytidan olinishi kerak. Bu ofitsial variant. Xo'p, qanaqa notebook ishlatishingizga qarab, o'zingizni o'sha notebookingizga mos tushadigan, kompyuteringizga mos tushadigan versiyasini skachat qilib olsangiz bo'ladi. Men Windows ishlatganim uchun Windows skachat qilaman. Apple mahsulotlarini ishlatadiganlar va Linux ishlatadiganlar o'sha Linuxni bosish orqali yuklab olishlari mumkin. Download qilamiz va bizda mana bu yerda demak OBS studioni skachat qilinyapti. Xo'p. Endi o'sha OBS studioni skachat bo'lganidan keyin biz nastroyka qilishligimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda qilishimiz kerak bo'lgan ish mana bu istochnik birdan kiritilmaydi, yopiq bo'ladi. Xo'p, faylga kiriladi. Faylga kirib, o'zimizning notebookimizga moslab olinadi. Menga rus tili qulay bo'lganligi uchun rus tilini skachat qildim. Va qolgan narsalar uncha muhim emas. Xo'p, vывод, ya'ni ekran. Ekranni bitrate audio va kodirovщик video degani 264 talikka to'g'ri kelgani yaxshi, chunki ko'pchilik notebook foydalanuvchilariga 264 qulay bo'ladi va uning funksiyalari yaxshiroq ishlaydi. Undan tashqari zapis degan bo'limini put zapisi degan joyda siz zapis qilgan videolaringiz aynan qayerga tushishini ko'rib olasiz. Ya'ni kiramiz kompyuterga. Kompyuterga kirganimizda users, ya'ni cdisk users Windows mana Acer va videos. Mana shu yerda hamma zapislar turgan bo'ladi. Endi hamma har xil zapis qilmoqchi bo'lsa yoki hamma o'zini alohida papka yaratib qo'ygan bo'lsa, aynan o'sha papkasini belgilab o'tishi kerak bo'ladi. Xo'p, undan tashqari audio, mana audioda ham agar naushnik ulangan bo'lsa, mana bu mikrofon degan bo'limlarni, qaysi naushnik ulangan bo'lsa, o'sha naushnikni ulanganini ko'rsatish mumkin. Undan tashqari video bizga eng kerakli bo'lgan masshtab, eng kerakli bo'lgan bo'limlardan biri video. Разрешение предосмотра degani o'sha notebookni o'zi ko'tara oladigan hajmi, ya'ni mening notebookim 1920 ga 1080 hajmligini ko'tara oladi. Ba'zilarining notebookini ekrani 15.6 dyumdan kichikroq yoki kattaroq bo'lishi mumkin. O'shanga qarab moslashib olishlari kerak bo'ladi. Va undan tashqari части кадров degani bor. Общее знание части кадров. Shunda 24 NTS bo'lishi kerak. Biz O'rta Osiyo davlatlarida, ayniqsa O'zbekistonda 24 taligi yaxshi ishlaydi. Amerika taraflarida bo'lsa boshqalarni ishlatishligimiz mumkin bo'ladi. Klaviatura bilan ishlamoqchi bo'lganlar esa mana shu yerda klaviaturalarni qaysi klaviatura orqali qayerga kirishligini belgilab kirishlari mumkin bo'ladi. Xo'p, ketdik. Mana bunaqa yozuv chiqmasligi mumkin, ekran chiqmasligi mumkin. Ana shuni qanday chiqaramiz desa, mana shu plus orqali, mana plusni olib bosib, istochnikni plus bosib, захват ekrani mana bosib, yana ko'rinmaydigan holat bo'ladigan bo'lsa, odatda ko'rinadi. Ko'rinmaydigan holat bo'lsa, mana sposob захвата avtomatik o'zidan o'zi oladi yoki bo'lmasa ekranni
Выберите ekran для захвата degan. O'zi faqatgina 1920 ga 1080 turadi. Mana shu ko'rindi. OKni bosishimiz orqali sirazi mana shu narsa ko'rina boshlaydi. Xo'p, ekran mana bor. Bizda scena bor. Demak, hamma narsamiz tayyor. Mana shu nachat zapisini bosishimiz orqali mana bu yerda demak qizilcha yonib, uje ishlab ketaveradi. Mana zapisni bosishimiz orqali 1, 2, 3 sekundlar orqali o'zi sekin-sekin ketadi. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, marhamat, javob beraman. Fikringizni kommentariyada izohlarda qoldiring. Katta rahmat.